Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Arzonidan so'raganlarga xudo xolasa akfa o'qidan tayyorlaganmiz. Bravo degan firmasida xudo xolasa 8 kilo tayyorlangan. Ustunlar arqa fon bilan urildi har doimgidek. Xo'sh, bu yerda 5 ta rom, bitta eshigi bor. Eshigini balkon profildan tayyorlaganmiz. Razmeri kattaligi hisobiga 1.60 ga 2.60 edi. Ikki qanotli qilib tayyorladik. Juda go'zal holatda chiqdi. Romidan ikkitasidan ochiladi. Kvadrati 500 ming atrofida tushdi akamizga. Shunaqa arzon sifatligidan, xudo xolasa uchkalari makvotidan, ligovkalari zo'r, har doimgidek. Ichki tomondan podokonnilari bor. Xo'sh, nimaga arzon degan savolga, bu yerda ikkita rom ochiladi xolos. 5 ta oralarda rom bo'lsa, 2 donasi ochiladi. Bir dona eshigi bor. Shuni hisobiga arzonroq chiqdi akamizga. Kam rasxod. Oynalari oq. Materiali o'zi ham oq. Shuni hisobiga arzon chiqdi. Lekin mana materiali Akfa'ning o'zidan emas, Bravo degan firmadan. Lekin xizmati ham yaxshi. Unga ham 26 yil garantiyasi bor. Kraskalar o'chib ketmaydi. Zang tushmaydi. Bemalol murojaat qila olasizlar. Har qanaqa turdagi eshik rom, verandalar, vitrajlar qila olamiz. Vodiy bo'ylab, dastlabki ustunovka ichida. Bemalol murojaat qila olasizlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like urib qo'yasizlar. Mana balkon profili, katta profildan. Ustunlari ham обычныйdan bo'lgan, mana katta ustunlar o'ralgan. Arka fon bu ustuni kichkinalik hisobiga shunaqa kichkina turibdi. Bemalol murojaat qila olasizlar. Nomerimiz opisiyanada qoladi har doimgidek. Xizmatdamiz. Rahmat katta.